Demak, qarzdor odam shu duoni Allohga qilib yurish kerak ekan. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytibdilar: "Allamani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam du'aan. Kana Isa alayhi salam yuallimuhu li ashabihi va qala: "Law kana ala ahadikum jabal Uhud daynan fada'a Allah bidhalika laqadallohu anhu." Menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir duoni o'rgatgan edilar. Isa alayhissalom o'zini ashablariga, o'zini odamlariga o'rgatardilar buni. U duoni agar sizlarning birortalaringizda Uhud tog'ini barobaricha gardaninglarda qarz bo'lsa, shu qarzdor odam mana bu duo bilan Allohga duo qilganda edi, albatta Alloh jalla va ala uni qarzini ado qilib qo'ygan bo'lardi. Bu duo mana bu ekan. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة وتغننا بها عن رحمة من سواك. وقال أبو بكر رضي الله عنه كان علي دين فقضاه الله عني. demak qarzdor odam shu duoni Allohga qilib yurish kerak ekan. Allohumma ya farijal ham ya kashifal gham mujiba da'vatil mudtarrin rahmanad dunya val axirah deb, ey g'am tashvishlarni ketkizguvchi bo'lgan zot, bandalarda g'am tashvishlar bo'lsa farij deb mana bu mushlangan narsani shunday yayvarishlikni aytadi arablarning lug'atida. Shu mendagi mana bu mug'loq bo'lib, tugum bo'lib qiynab turgan narsani mendan shunday yayvargin deganida. Shunday bir talofatga, qiyinchilikka, mashaqqatga, muammoga tushib qolgan bandalarning duolarini ijobat qilguvchi bo'lgan zot, dunyoda ham oxiratda ham bandalariga rahmon bo'lgan zot. Rahmonning bitta ma'nosi, rahmon degani bismillahirrohmanirrohimda, rohmanda shunaqa ma'no bor ekanki, bandasi Allohdan so'ramasa ham beraveradigan zotni nomi rahmon ekan. Xudodan banda so'ramaydi bir narsani, lekin so'ramasa ham Xudo beraveradi. Dunyo va oxiratda bandalariga so'ramasa ham beradigan zot, dunyo va oxiratda bandalariga mehribon bo'lgan zot, o'zingni rahmating ila menga, bizga rahm qilgin. Seni rahmating ila o'zingdan o'zgalarga hojatimni tushirib qo'ymagin deb Allohga banda duo qilsa deyaptilar. Alloh jalla va ala bandasini ana shu Uhud tog'ini barobaricha gardanidagi qarziga ham Alloh o'zi yordam berib najot beradi.